oldindan uzatma. Sherzod zarba gol! Masharipov! Jaloliddin Ronaldo uslubida nigohida taxminan zarba bacha! Faqat qoldi! O'tkir! Ajoyib! Nega Qirg'iz Respublikasi vakillari hujumga o'tib qolishdi? Shomurodov, Eldor! Hisob 17-daqiqada. Sheriklarni uzataymi? Nihoyat Rasululloh to'pchi bosh bilan zarba 2-2 Husniddin Aliqulov. Albatta yaxshi tasir o'tkazadi. Yo'q, chunki Qirg'iz Respublikasi himoyachisiga to'p qaytdi. Yaxshi imkoniyat. O'rolov, boshdan O'rolov chiroyli harakatlar. Gol! Hisobni 3-2 ko'rinishiga keltirmoqda. Something has got to give. There's nothing particularly here by Yosipov. Full-timer IR around next time a home game against Colombia. Themselves in a great position. Zarba! Gol! Darvoza ustuniga tegib bo'lsa ham keyin chiziqni yumalatdi. Points of Italy to remain top of Group A and World Cup. Tojikpardan pas zo'r chiqdi. Yaxshi imkoniyat, gol! Abbos! Malades! Abbos boshi bilan uryapti. Abbos boshi bilan do'stlar. Sakrab turib, Rosa boshiga uzatishganda o'tgan uchrashuvda. zo'r pas. Topildi. Masharipov. Yuqoridan yaxshi! Gol! Abbos! Nima qilyapti bu? Raqami 2-2. Comeback! Darvozabonning raqami 2-2. Hammasi 2-2. Bugun